17. Kun to'g'di Ali oy to'ldig'i adolat sifatlarini aytidi. Ali bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib, uyini xoli qildi, xiyolga cho'mdi. U oy to'ldini chaqirdi. Huzuriga yo'l berdi. Oy to'ldi kirdi va qo'l qo'shtirdi. U Alining qarshisida tik turdi. Ali xeyli vaqtgacha gap qilmay turdi. Ali uningga qarab ko'zi bilan imledi. Ishorat bilan "Kel, o'ltir" dedi. Oy to'ldi, asti ehtiyot bilan o'ltirdi. Ko'zini yerga tikdi, ko'ngli yo'ridi. Yoshirincha ko'z qiri bilan Aliga qarab ko'rdi. Ali qosh qopiqini turgan chiroyi surlik edi. U kumush kurs qo'yib ustida o'ltiratdi. Bu kursning putlari 3 ochmoq edi. Ali qo'lida cho'ng bir pichoq tutgan edi. Sol tarafida zahar, o'ng tarafida shakar turardi. Oy to'ldi, uni ko'rib rostila qattiq qo'rqdi va cho'nqur nafas oldi. Alining oy to'ldig'i savoli. Bir oz turgandan keyin Ali beshini ko'tardi va oy to'ldig'i aytdi: "Tilingni tavrat. Meni bu yerda mo'shundoq yolg'iz ko'rib turib, nima uchun kekashdak so'zlamay turasan?" Oy to'ldining Aliga javobi. Oy to'ldi aytdi: "Ay, davlatman Ali. So'zlash uchun menda jur'at yo'q. Bugun sening mijoz harakatingni boshqacha ko'ryapman. Shuning uchun ayminiyapman, ay dono. Ro'shan bilimli kishi xalqqa shundoq nasihat qilgan. G'azablangan chaqda baglarga yaqin borma. Bilimlik donishmand teximi yaxshi aytgan. G'azablangan chaqda baglar o't va zahar bo'ladi. Agar baglar qahrga kelib g'azablik bo'lgan bo'lsa, uningga yaqin turma, ey xushbi'il kishi. Baglar g'azabi kelib qahrlangan bo'lsa, uningdan yiroq tur, ziyni tegidi. Buningga taqlidan mundoq bir so'z bor. Buni esingda tut, o'zingni yaxshi ko'zat. Qahri kelgan chaqda baglarga yaqin borma. Yaqin boradi ekansan, qadrsiz bo'lishing aniq. Qara, baglar go'yo arslonga o'xshaydi. Qahri kelsa bosh kesadi, ey bilimi ro'shan kishi. Alining oy to'ldig'i savoli. Ali dedi: "Qani menga o'z so'zlaringni ayt. Hozir nimaga tingirqab qolding?" Oy to'ldining Aliga javobi. Oy to'ldi dediki: "Mening tanqog'inim sen o'ltirgan kumush kursi nima demakdir? Sening o'ltirguning qandoq kursi u? Buning ma'nosini ufqay, menga aytib ber. Ikkinchidan, qo'lingdagi nima pichoq bu? Bunimi men to'liq bilishim kerak. Uchinchidan, nima uchun o'ng tarafingda shakar, so'l tarafingda zahar turadi? Ma'nosi nima? Sapsasam g'azablik turasan. Buni ko'rdimda aqlimni yo'qotdim. Seni bu holda ko'rgandan keyin ayminib, eg'iz ochib murojaat qilolmadim.